Bizga kelib tushayotgan savollarni inobatga olib, ya'ni qanaqa savollar, quyosh paneli nima o'zi, qanaqa tartibda ishlaydi yoki ko'p kommentariyada kuzatyapmiz, 3 ta konditsionerim bor, 2 ta xolodilligim bor yoki 2 ta televizorim bor. Bundan tashqari davlat toki yetib kelmagan, masalan, fermer xo'jaliklari bor, suv nasoslari bor. Ularni qanaqa tartibda quyosh panellari qo'yib ishlatsak bo'ladi degan savollarga bugun sizlarga mana shu video davomida oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumot berib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Bizni kuzatishga davom etinglar. Foydali ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosib, qo'llab-quvvatlash uchun bundanda yaxshiroq videolar olishimiz uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram kanalimizda ham, Telegram kanalimizda ham, YouTube kanalimizda hammasini shu videomiz pastida qo'yib o'tamiz. Birinchi boshlaydiganimizdan quyosh panellari turlari. Quyosh panellarining turlari, qanaqa sifatlari bor, qaysi shaklda, misol uchun hammasini hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu quyosh panellarini ommabop bo'lgan on-grid tizimi hisoblanadi. Bundan keyin gibrid tizimi hisoblanadi va off-grid bo'ladi. Keling, hozir on-gridni to'liqroq ma'lumot beramiz. On-grid tizimi, xo'p, aytaylik, siz xonadoningizga 10 kW quyosh panel stansiyasi qo'ydirmoqchisiz. Ya'ni on-grid sistemasi bu qaysi tartibda ishlaydi? On-grid inverterimiz quyosh panellari 10 kW ga olib hisoblaydigan bo'lsak, quyosh panellaridan 620 wattlik aytaylik Jinko panellarini qo'yadigan bo'lsangiz, bunda 620 wattlikdan 16 dona quyosh paneli qo'yiladi hamda o'sha 1/6 yonmaydigan kabellarimiz bor. Kabellarimiz birga on-grid sistemadagi 10 kWlik inverterimiz qo'yiladi. Bu nima beradi bizga? On-grid sistemasini yagona maqsadi davlatga sotib, sizga daromad olib kelish bo'ladi. Bitta minus tarafini aytib o'tamiz. Qachonki davlat toki o'chib qoladigan bo'lsa xonadoningizga, quyosh panel inverteri, o'sha on-grid sistemadagi inverteri ham o'chadi. Qachon davlat toki qaytsa xonadoningizga yonadi hamda davlatga sotishga davom etadi. Bundan men nima manfaat olaman deydigan bo'lsangiz, davlatdan sotgan tokingizdan sizni xonadoningizdagi xarajatlaringizni ayirib, ortganini o'sha o'z hisobingizdagi karta raqamingizga oyma-oy elektr energiyadagilar tashab beradi. Gibrid sistema qanaqa tarzda ishlaydi? Gibrid sistema xuddi shu holatda boya tushuntirganimizdek on-grid sistemadagidek quyosh panellari o'zgarmaydi. Aytaylik, Jinko panellari 620 wattdan 16 dona qo'yiladigan bo'lsa, 16 dona shu holatda qoladi. Kabellarimiz shu holatda, himoya vositalarimiz shu holatda qolib, faqat on-grid inverter tizimimizning o'rniga gibrid inverter keladi endi bu yoqqa. Masalan, 10 kWlik aytaylik yoki 11 kWlik, 15 kWlik gibrid inverter keladi hamda gibrid inverterning vazifasi uni yoniga zaxira sifatida akkumulyatorlarimiz qo'yiladi. Qachonki gibrid sistemasini vazifasi xonadoningizda svit o'chganda, gibrid sistemasini asosiy vazifasidan bittasi xonadonni tok bilan ta'minlash. Agar kunduziga keladigan bo'lsak, quyosh panellaridan kelayotgan tokni inverter, akkumulyatorsiz ham gibrid inverter sizga xizmat qilib berishi mumkin. Lekin tunga keladigan bo'lsak, quyosh paneli tunda ishlamaydi. Juda ham kam tok berishini hisobiga zaxiraga akkumulyatorlar keladi. Qachonki xonadonda svit o'chsa, akkumulyatordan tokni olib sizni xonadoningizni ta'minlaydi. Akkumulyatorlarimizni ham to'liqroq ichiga kirib ma'lumot beramiz. Bundan keyingi videolarda hozir qisqacha qilib tushuntirib o'taman. Akkumulyatorlarimiz ikki xil turda bo'ladi. Quyosh paneli akkumulyatorlari geliviy turdagisi bo'ladi, litiviy turdagisi bor. Geliviy turdagisi bundan oldingi videolarimizda Instagram profillarimizga qo'yganmiz. Mashina akkumulyatorlariga o'xshagan kichkina hajmi ishlash sikli kamroq bo'ladi. Litiviyda bo'lsa, litiviy temirda bo'lsa, ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan 7 yil kam muddatga garantiya berilgan yong'inga qarshi funksiyalari bor. Masalan, xonadoningizga akkumulyatordan yoki qanaqadir yong'in chiqadigan bo'lsa, o'zini o'zi o'chirish xususiyati ham bor. Gibrid sistema asosan o'sha qachonki gibrid sistema inverterining asosiy maqsadi xonadoningizda tok o'chib qolsa, aytaylik, sizni xolodilligingiz, televizoringiz yoki qanaqadir kuyishga moyilligi bo'lgan xonadoningizga iste'molga loyiq bo'lgan narsalaringiz bo'lsa, o'shalarni himoyalash maqsadida inverterimiz, gibrid inverterimiz to'g'ridan-to'g'ri, даже siz xonadoningizdan davlat toki ketib qolganini sezmaysiz. Shunchalik darajada akkumulyatordan olib, zaxira qilib birdan xonadoningiz ta'minlana boshlaydi. Undan ortganini esa davlatga sotishi mumkin. Qisqacha qilib aytganda, asosiy maqsadi xonadonni ta'minlab, undan ortganini davlatga sotishga xizmat qiladi. Off-grid sistemasi haqida gaplashamiz. Off-grid sistemasi ham on-grid, gibriddagidek quyosh panellari o'zgarmaydi. Faqatgina o'sha gibrid bilan on-grid o'rniga
off-grid sistemadagi inverter qo'yiladi. Faqat qo'shimcha ko'proq akkumulyator, zaxira akkumulyatorlari talab qiladi. Chunki nimaga? Davlat toki yetib kelmagan. Birinchidan kunduzi o'sha quyosh panelidan olgan elektrni ham xonadoningizga ta'minlaydi, ham akkumulyatorni to'ldiradi. Tunda o'sha akkumulyatordan olib, quyosh paneli tok bermagani hisobiga akkumulyatordan olib xonadoningizni ta'minlaydi. Tuni kun davlat toki yetib kelmagan joylarga ham tuni kun xizmat qiladi. Bundan tashqari off-gridga quyosh paneli, masalan, davlat toki yetib kelmagan fermer xo'jaliklari bor. Fermer xo'jalik u alohida tema, inverter chastotniklar deyiladi. Inverter chastotniklar quyosh panellari qo'yiladi. Hamda o'sha inverter chastotniklar qo'yib, nasos aytaylik 22 kilovatlik nasos, 1 soatda 22 kilovatlik nasos bor. Davlat toki yetib kelmagan. 70 metr chuqurlikda turibdi. Bu fermer xo'jaligidagi akalarga tegishli. Quyosh paneli o'rnatiladi. 22 kilovatga, misol, kamida 1 ga 1,5 barobarda quyosh panel qo'yilib, o'sha chastotlik inverterimiz qo'yamiz. Bu inverterimiz 1 kilovatdan 5,5 kilovatgacha bir faza, 5,5 kilovatdan 110 kilovatgacha inverterimiz 3 fazalik bo'ladi. O'sha sizni nasosingizga qarab inverterni mo'ljalini olamizda 1 ga 1,5 barobarda quyosh panel qo'yib, to'g'ridan to'g'ri davlat tokisiz hech qanaqa tashqi elektr energiyadan olmasdan turib, o'sha nasosingizni davlat toki qanaqa tartibda ishlatsa, xuddi shu tartibda nasosingizni ishlatib sizga chuqurlikdan suvni olib, inverterni o'sha nasosingizda ishlatib nima qilib beradi. U aytaylik, misol ertalab 8 lardan boshlab kechqurun 5-6 gacha bemalol nasosingizni ishlatib xizmat qilib beradi. Xo'p, quyosh panellarini sizlar bilan hozir qanaqa o'sha aytganimizdek video boshida turlari, qanaqa nomdagilari bor, brendiviy, trenddagilari, sifat yaxshilarini sanab o'tamiz. Masalan, aytaylik, hozirgi kunda eng iPhone telefonini misolida oladigan bo'lsak, eng brendiviy, yaxshi ishlaydigan brend bo'lsak, Longi Haymoun versiyasi bilan oladigan bo'lsak, bu eng brendiviy panellarimizdan hisoblanadi. Soyalanishda ham texnologiyasi HBPS 200 texnologiyasida ishlaydi. Soyalanishda ham qolgan panellarga nisbatan yaxshi tok bera oladi. Zavod tomonidan 20 yildan 30 yilgacha garantiya berilgan. Bundan keyin masalan Samsung telefoni deb oladigan bo'lsak, trendga chiqqan Jinko panellarimiz hisoblanadi. 500, xo'p, o'tgan yilgi hisobida 500 wattdan boshlab olingan, hozirgi 2026-yildan boshlab o'sha 600 wattdan yuqoriliklari texnologiyasi yangi, tok berishi ham ancha sifatli, samaradorlik hisoblanadi. Bundan tashqari, xo'p, Jasolar firmamiz bor, Trina Solar, Era solarlarimiz bor. Bundan tashqari ko'zga ko'rinmagan bo'lsa ham, lekin yaxshi sifatdagi panellarimizdan biri JA Solar bilan boshlaymiz. JA Solar xuddi shunaqa 600 wattdan yuqori samaradorlikka ega. 700 wattdan yuqoridagilar bo'ladigan bo'lsa, vertikalniy bo'ladi. Xuddi Jinkodagi kabi vertikalniy tartibda bo'ladi. 700 wattgacha bo'lgan hammasi yotiqda bo'ladi. Paddonida hammasida bir xil. 700 wattliklar, 700 wattdan oshiqliklari paddonida 33 dona bo'ladi. Jinkoda ham, Jasolarda ham, Longida ham. Longida 620 wattdan boshlab Haymo 7si, 635 watt Haymo 10i bor, 645 wattligi Haymo 10 Science versiyasi bor. Xo'p. Paddonida Jinkolarimizda 36 tadan bo'ladi. Yotqizilgan holatda taxlangan bitta paddonda 36 dona bo'ladi. 700 wattdan oshgani bo'ladigan bo'lsa, u ham xuddi shunaqa 33 ta bo'ladi. Vertikalniy holatda. JA Solarda ham xuddi shunaqa 33 ta bo'ladi. Agar 620 JA Solar 625 wattligi yoki 645 wattligi bo'ladigan bo'lsa, paddonida 36 ta qilib yotqizilgan holatda taxlangan bo'ladi. Bundanda qiziqroq ma'lumotlar yoki foydali ma'lumotlar, qiziqarli quyosh panellari, inverterlar haqida ma'lumot kerak bo'lsa, bizani qo'llab-quvvatinglar. Videomizga like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Quyosh panellari haqida ma'lumot berdik, inverterlari qanaqa tartibda ishlash haqida ma'lumot berdik. Endi quyosh panellarini nimalardan yig'sak bo'ladi, qanaqa holatda yig'sak bo'ladi, nimaga qotirsak bo'ladi deydigan bo'lsak, qora metalimiz bor, hamda atsinkovka metallarimiz bor. Qora metalimizga 4x2 hajmdagi hamda 4x4 hajmdagi nisbatda o'sha yig'gincha svarkalab qotirib, kraskalab topshiramiz. Muddati, ishlash muddati sal kamroq bo'ladi, chirishga moyilligi bor, qora metalni bilasizlar. Bundan tashqari, misol menga uzoq muddat quyosh paneliga o'xshab xizmat qilsin, yana uni yechib, qanchadir muddatdan keyin yechib yoki almashtirishga vaqtim yo'q,
yoki birato'la yaxshiroq metal yo'qmi deydigan bo'lsalar, o'sha ruxlangan atsinkovka metalimiz bilan ham qo'yib berishimiz mumkin. Faqat narxida farq bo'ladi, lekin qora metalga nisbatan yaxshiroq xizmat qiladi, zanglamas, o'sha 20 yil garantiya berilgan. Bunga eng asosiysi qora metalga o'xshab svarka ishlari ketkazilmaydi. Hammasi 0 dan 100 gacha bolt gaykalar bilan o'zini zanglamas bolt gaykalarida yig'ib quyosh panelingizni o'rnatib ishlatib berib ketamiz. Quyosh panel invertorlarini qisqacha ko'rsatib o'tamiz. O'sha boshida aytganimizdek, on-grid sistemadagi, gibrid sistemadagi va o'sha fermer xo'jaligida ko'p asosan ishlatadigan chastotli invertorlar haqida. On-grid sistema eng kichigi 3 kW mini hisoblanadi. 10 kWlik on-grid bu ham 10 kWgacha bo'lgan 10 kWgacha bo'lgan holatda bir faza bo'lishi mumkin, 3 faza bo'lishi mumkin. Xonadoningizda turgan o'rnatmoqchi bo'lsangiz, 10 kWlik quyosh panel o'rnatmoqchi bo'lsangiz, xonadoningizga misol bir fazalik cho'chik turgan bo'lsa, bir fazalikgacha ulashi mumkin. 10 kWdan yuqori barcha turdagi kilovatdagi quyosh panellar hammasi o'sha 3 fazalik bo'ladi. Xo'p, bundan keyingisi gibridni invertorimiz hisoblanadi. Bu ham xuddi shunaqa off-grid tizimida ham ishlatsangiz bo'ladi. Gibrid farqi, tashqi ko'rinishdan farqi faqat bunda o'sha tashqi ko'rinish bir xil bo'lishi mumkin, ichki mexanizmda farqi bo'ladi. On-gridda akkumulyator ulash sistemasi umuman yo'q. O'sha aytib o'tganimizdek, davlat toki o'chadigan bo'lsa, xonadoningiz ham o'chib qolishi mumkin. Gibridda esa unaqa emas. O'zini modullari bor, o'sha akkumulyator ulanadigan. Xonadonning asosiy maqsadi tok o'chib qolgan, davlat toki o'chib qolganda sizni ta'minlaydi. Tashqi ko'rinishdan bir xil bo'lgan bilan ichida farqlari bor. Xo'p, bundan tashqari fermer xo'jaliklari uchun chastotnik invertorlarimiz bor. Bu ham xuddi shunday videoda aytganimizdek, tuzilish jihatdan shu holatda bo'ladi. 1 kWdan 110 kWgacha bo'ladi. 1 kWdan 5 kWgacha bu ham bir fazalik bo'ladi. 5 kWdan 110 gacha 3 faza shaklda bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri quyosh paneli o'rnatiladi. Bundan chiqqan tokni nasosingizga ulaysiz, avtomatik ravishda doimiy quyosh panelidan kelayotgan doimiy tokni o'zgaruvchan tokka aylantirib, nasosingizni xavfsiz holatda ishlab berish uchun xizmat qiladi. Bundan-da qiziqroq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki quyosh panellarining invertorlari buzilgan holatlar bo'lsa, o'sha monitorda ko'rsatilgan xatoliklarni servis xizmati barchasini o'zimizda xizmatimiz mavjud, servis xizmati ham mavjud. Kimga o'sha ustanovkasi bilan yoki ulgurji narxlarda quyosh panellari va invertorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar. Sizlar bilan quyosh panellari o'z jamoasi maqsud bo'ladi. Hammaga rahmat.